imomi Abdul Qodir al-Jurjoniy aytadilar. Ey, sen dunyoni qalbingdan sug'urib ol. Yo cho'ntagingga solib qo'y, yo qo'lingda tursin, zarar qilmaydi dedi. Ko'ryapsizlarmi? Qalbda qolmasin ekan. Qalbda qolmasin, chiqarsin, bu yoqqa olsin, oxirigacha hech narsani qo'ymay, xohlasa qo'li bo'shasa qo'lda tursin, bo'lmasa kissasiga solib qo'ysin. Zarar qilmaydi, turaversin. Chunki qalbda qolmadi. Bu qalbga, endi musaffo qalbga Allohning muhabbati to'ladi. Allohning muhabbati to'lgandan keyin yonida turibdimi, qo'lida turibdimi, yerga qo'yib qo'ydimi, uni farqi yo'q. Ana shu. Zohidlik deydilar boshqalari. Bir narsa yetganda masrur bo'lmasin va o'sha narsa ketganda mahzun bo'lmasin.